Yozyovon tumani ixtisoslashtirilgan maktabiga qabul boshlandi. 2022-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 106-sonli farmoniga asosan tashkil etilgan ushbu zamonaviy maktab Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimida faoliyat yuritmoqda. Maktabda 5-11 sinf o'quvchilari aniq va tabiiy fanlar bo'yicha chuqurlashtirilgan tarzda ta'lim oladi. Har bir sinf 24 nafar o'quvchidan tashkil topadi. Ixtisoslik fanlari matematika, fizika, ingliz tili, biologiya, kimyo va informatika 12 nafarlik 2 guruhda o'qitiladi. Darsdan so'ng esa qo'shimcha mashg'ulotlar, shuningdek robototexnika, set, alas, shaxmat va shashka kabi to'garaklar faoliyat yuritadi. Maktabga qabul 5-sinf uchun imtihon asosida amalga oshiriladi. Imtihon fanlari matematika, ingliz tili va tabiiy fanlar. Qabul jarayoni 20-iyungacha davom etadi. Eng muhimi, maktab to'liq bepul va o'quvchilar maxsus transportda bepul olib boriladi va qaytariladi. Farzandingiz kelajagi uchun mustahkam poydevorni bugun yarating. Yozyovon tumani ixtisoslashtirilgan maktabi bilim sari olib boruvchi yo'lning boshi. Yozyovon tumani ixtisoslashtirilgan maktabi bilim sari olib boruvchi yo'lning boshlanishi.